Bo'stonliq tumani axborot kutubxona markazida kitobsevar millat shiori ostida o'tkazilayotgan 6-chi Respublika kitobxonlik haftaligi doirasida Kitob qalblarni uyg'otadi nomli ma'naviy, ma'rifiy va musiqiy tadbir bo'lib o'tdi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Mazkur uchrashuvda tumandagi 9-14 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari, 17, 19, 20 umumta'lim maktablari o'quvchilari hamda ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining yuqori sinf bitiruvchilari ishtirok etdilar. Shuningdek, tadbirda tuman hokimligi mutasaddilari, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi vakillari, Bo'stonliq ovozi gazetasi hamda adliya bo'limi xodimlari ishtirok etdi. Badiiy ma'rifiy kechada bolajonlar tomonidan o'zbek va rus tillarida she'rlar o'qildi. Va zamonaviy raqslar ijro etildi. O'quvchilar esa o'z iste'dodlarini namoyon etib, yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdilar. Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari esa o'qigan kitoblari yuzasidan qiziqarli fikr-mulohazalar bilan o'rtoqlashdilar. Tadbirning eng qizg'in pallasi axborot kutubxona markazi xodimlari tomonidan Zumrad va qimmat ertagining zamonaviy talqini sahnalashtirilgani bo'ldi. Ushbu chiqish tomoshabinlar tomonidan katta qiziqish va olqishlar bilan kutib olindi. Bu kabi uchrashuvlar yoshlar qalbida kitobga mehr uyg'otish, ularni ma'naviy barkamol etib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.